Hamma uyayotganda birinchi o'rinda beriladigan savol nima bilasizlarmi? Sifat bo'ladi. Akalar, hozir sizlarga Zangiota tumani Bo'zsuv Dehqonobod MFida joylashgan katta yo'lgacha taxminan 400 metr atrofida bo'ladi, akalar. 2,4 sotix yer maydoniga joylashgan 5 xonali kottejimizni batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Narxini ham oldindan aytib o'taman. 2,4 sotiqlisi bor yo'g'i narxi $72,000 batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Ko'chasini ko'ryapsizlarmi? Fazli tinch mahalla, tupikda joylashgan bo'ladi, polniy asfalt bo'lgan. 2,4 sotix yer maydoniga joylashgan, kirovishga bitta mashina bemalol sig'adi. O'rtada katta zeleniy zonani ko'rishimiz mumkin. Alohida sanuzul bo'ladigan bo'lsa, tashqi ko'cha fasadlari, ichki fasadlari polniy bitirib beriladi. Faqat uyimizdagi ichki holati korobka holatda bo'ladi. Qisqacha planovkani ko'radigan bo'lsak, kirovishda bitta katta zal, mehmonxona, asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kirganingizda bitta ayollarimiz uchun kuxna, bu yoqni bemalol oilaviy dam oladigan joy sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqda asosiy eshikni ham ko'rishimiz mumkin. Kirish uzun prixoshka, birinchi yotoqxonamiz joylashgan bo'ladi. Har bitta xonaning o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, umumiy sanuzul. Bu yoqda birinchi bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Va yo'lak bo'ylab yurganimizda eng oxirgi xonamiz katta yotoqxonasi, родительский o'zini sanuzuli. Lokatsiya juda ham zo'r. Zangiota tumani Bo'zsuv Dehqonobod MFida joylashgan bo'ladi. Katta yo'lgacha taxminan 450 metr masofa orasida 2,4 sotix yer maydoniga joylashgan. Faqatgina ichki holati korobka holatda, tashqi fasadlari polniy 100% bitilgan holatda. Boshida aytib o'tganimdek, 2,4 sotix yer maydoniga joylashgani narxi bor yo'g'i $72,000. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.